Turkiyaning Alpler firmasida ishlab chiqarilgan Tor, ya'ni 3+1 va Tor+1 plyuklar yetib keldi SN Investga. SN Invest uchun maxsus. Mana logotiplar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu plyuklarimiz hozir kunda SN Invest bosh ofislarida va filiallarida mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bu plyukning balandligi 170 cm, yerdan stoykagacha balandligi 78 cm bo'ladi. Bemalol 35 dan 45 razmergacha yer haydasangiz bo'ladi chuqurlikda. Bemalol ligirovka qilsangiz bo'ladi. Xudo xolasa sifati juda ham zo'r. Asosiy ramasi 120 ga 120 razmerlari. Bu plyugimizni stoykasiga 1 yil garantiya beramiz. Sinovdan o'tgan. Hozir kundagi tan narxi 168 million so'm. Albatta kelsangiz kelishtirib qilib beramiz. Ayrim joylarda 190 million, 180 milliondan baland sotishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Anchagina mustahkam, metali baquvvat, og'irgina, vesi 1 tonna 450 kg. 2025-yilni Tor nomli Alpler plyugi. Bu plyukni 145 ot kuchidan boshlab traktorlar ishlata oladi. Eng e'tiborli jihati, bu plyukni siz bemalol transportning holatda ham olib yursangiz bo'ladi. Bu yerda Alpler Tor 5 korpusli plyuklari, mana pered plujniklari, disklari juda ham sifatli, ko'rishingiz mumkin. Qalingina. Bu plyugimizning vesi 1 tonna 900 deyarli 1 tonna 870 lar chiqadi. Ramasiga qo'shimcha stoyka qo'yib ketilgan. Bu yanada mustahkam qilib beradi plyukni sizga, mana ko'rishingiz mumkin. Mana pered plujniklari. Bu Tor+1 Alpler plyuklari hozir kundagi bahosi 205 million so'm. Albatta, xudo xolasa biz o'zimizning mijozlarga, obunachilarimizga kelishtirib shu narxga beramiz. Bu plyukda o'rtacha 165 va undan yuqori traktorlar ishlata oladi. Eng qulay tomoni, siz bu plyukda bemalol transportni, ya'ni sudrab daladan dalaga olib o'tsangiz bo'ladi. Bunda traktoringizning навесной qismlari va plyukning stoykasiga qo'shimcha nagruzka tushmaydi. Traktor va plyuk uzoq yilga xizmat qiladi. Bu qanday qilinadi? Mana balonlari. Shu balonlaridan ligirovka qilinadi, ya'ni mana bu olib tashalinadi. Bu yoqdagi qismi ikkinchi teshikka tiqiladi. Xudo xolasa biz mexaniklar bilan ustinovka qilib yana ko'rsatamiz. Balonlari ham juda ham baquvvat. Bemalol transportning holatda ham olib yursangiz bo'ladi bu plyuklarni. Sifati juda ham zo'r. Unlu firmasini xohlovchilarga unlu plyuklarimiz ham yetib keldi. 3+1. Buni ham narxi 168 million so'm va Tor+1 5 korpusli. Buni narxi 205 million so'm. Bu ham juda ham sifatli, juda ham ko'p sotdik. Bizda plyuklar qolmagandi. Bu hammasi xudo xolasa 2025-yil yangi partiyalar. Bemalol bularni 50 cm chuqurlikgacha ustinovka qilib haydasangiz bo'ladi. 1 tonna 820 kg. Bilasiz, yaxshi plyuk og'ir bo'lishi kerak, metali baquvvat bo'lishi kerak. Yerga botishi zo'r bo'ladi. Yerni zo'r haydab beradi xudo xolasa. Barchangizni SN Investda kutib qolamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bu plyuklarimizni siz bemalol lizing asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Boshlang'ich 25% ni to'lab, qolganini 3 yil muddatga har 6 oyda bir, ya'ni sezonniy to'lov grafik asosida xarid qilsangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa 1 ish kun davomida plyukka ega bo'lishingiz mumkin. Aka, qoching, traktor kelyapti. Akalar, xavotir olmang. Biz hozir avtopilotni test qilyapmiz.
Biz Agrovektor kompaniyasining texnik xodimlarimiz hozirgi paytda Lowell rusumli traktorga avtopilot o'rnatib, uni test sinovidan o'tkazayapmiz. EasyUse avtopilot tizimi o'rnatilgandan so'ng bizga quyidagi qulayliklarni beradi. Ya'ni transport harakatidagi aniqlik 2,5 sm oralig'ida bo'ladi. Yoqilg'imiz esa 15% gacha tejaladi. Ish vaqti 20% ga kamayadi. Hosildorligimiz esa 3% gacha oshadi. Dorlash jarayonida esa 15% gacha tejaladi. Bizning EasyUse avtopilotimizning yana bir ustunlik tarafi Sputnikdan to'g'ridan-to'g'ri signal qabul qiladi, ortiqcha baza shart emas. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning. Biz sizning dalangizga, uyingizga borib avtopilot o'rnatib beramiz. Mulcherlarimizning yangi partiyalari yetib keldi. Bu mulcherlarimiz Turkiyaning Tascano firmasida ishlab chiqarilgan 72 ta tishli bo'ladi. Tishlar juda ham baquvvat. Bemalol 81 952 892 traktordan boshlab ishlatib yuraverasiz. Sudratma qilib ham, navestoy qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Sifati zo'r. Ko'p joylarda remeni 4 talik yoki 5 talik bo'ladi. Bizda remeni 6 talik. Remeni ko'p bo'lsa va qalin bo'lsa, obrot yaxshi bo'lib, ishlashi yaxshi bo'ladi. Bilasiz, g'o'zapoyaning poyasi ham qattiq bo'ladi. Remen ham juda muhim ahamiyatga ega. Mana ko'rishingiz mumkin berkalarini 2025-yil o'zini sof vesi 1 tonna 100 kg. Sifati zo'r, juda ham ko'p sotganmiz. Hozir ham mijozlar olib ketishyapti. Bu mulcherlarimizning hozir kundagi bahosi 110 million so'm, ayrim joylarda 115 million so'mdan kam sotilmayapti. Remeni 5 taliklari biz 110 milliondan ham chegirmalar qilib beramiz. Bu mulcherni ham siz bemalol boshlang'ich 25-30% ni to'lab 3 yilga har 6 oyda bir to'lov grafik asosida xarid qilishingiz mumkin. Bitta pasportga ham chiqarib beramiz. Barchangizni SN Invest bosh ofisida va filiallarda kutib qolamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Bu yerda frezalarimiz, bular ham yangi partiya. Xitoy davlatidan kirib keladi, lekin men pichoqlarni ko'rishingiz mumkin, juda ham baquvvat, zo'r qo'shlangan. Hozir kunda 150ligi, 180ligi, 230ligi bor. Bu 150ligi 42 million so'm, 180ligi 48 million so'm, 230ligi 54 million so'm. Albatta chegirmalari bo'ladi. Reduktoriga 6 oy garantiya beramiz. Albatta pichoq zapchaslari ham bor. Aynan SN Invest uchun ishlab chiqarilgan. Sotuvda tayyor. Bu mulcherlarimiz fevral-mart oylarida juda ham qimmat bo'lib ketadi. Xabaringiz bor. Hozir ayni payti mulcher, freza sotib olishdi. Albatta mijozlarimizga, bizga obuna bo'lgan mijozlarimizga katta-katta chegirmalar qilib beramiz. Obuna bo'lishni unutmang, bizdan uzoqlashmang. Hamma yangiliklarni qo'yib boramiz. Savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirsangiz, traktor obzori deysizmi, qanaqa traktor olmoqchisiz, hammasini aytsangiz, batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Barchangizga rahmat.